Qara Zulfiya nechta mol keldi? Ha, sen sanab olib tur, men hozir yetib boraman, xo'pmi? Assalomu alaykum oyi. Alaykum assalom. Turdingmi bolam? Turdim. Oshxonada choying tayyor. Zulfiya, qizlarga ham yaxshilab qaragin, kelgan mijozlarga yaxshi muomala qilishsin, xo'pmi? Aha. Sanab olgin mollarni. Xo'p, ko'rishguncha. Xo'p, asalim, xo'p. Ha, turib oldingmi? Ha, turdim. O'zingiz yaxshi javob turdingizmi oyi? Rahmat, bolam, rahmat. Dadam turmadilarmi? Turmadi shekilli. Ha, turganga o'xshayaptilar. Choyga olib tushmaysizmi? Ko'k yo'tali eshitildi turgandirda. Men choyimni ichib oldim. Qornim to'q. Dadang bilan bir dasturxonda o'tirganni irganaman. Yo'talaverib odamni ko'nglini aytadi. Ichging kelsa ana, olib tushib birga ich. Muncha dadamni o'rasan? Oyi. Tushunmayman-da. Nima shunchalik dadamni yomon ko'rasiz? Men bunaqa erkaklarni yomon ko'raman. Xotinini puliga yashaydigan boqimanda odamlarni ko'rgani ko'zim yo'q. Bildingmi nimagaligini? Oyi, to'g'ri tushunaman. Agar dangasa bo'lib, uyda o'tirib, xotin puliga yashasa, u boshqa gap. Lekin dadam sog'liqlari tufayli ishlamayaptilar-ku. Nima pulsizliklarni yuzlariga sovurasiz? Bo'ldi qil. Otangdan kam joying bormi? Tur choyingni ich. Hisob-kitobdan ham adashtirding. Xo'p. Dadamni o'zim olib tushaman. Bilganingni qil. Keling, hadi. Keling. Shoshiling. Yaxshi uxlab turdingizmi? Bo'ladi. Yuring oshxonaga. Sassiq chol o'lmadi, qutulmadi. Oling dedi. Mana choy. Ichmayman. Nimaga dedi? Onangni tanali bergan choyini ichgandan ichmaganim yaxshi. Voy dedi, xavotir olmang. Bu non, mana bu qaymoq, men pulimga kelgan. Mana bu narsalardan oling. Bemalol xavotir olmang, yeyavering. Agar ozroq puling bo'lsa, menga dorilarimni olib bergin. Xo'p, Unaqa qimmat turmaydi olim. Ana, nafas yo'llarim ochilarmidi? choy ichib oling, hadi. Yo'talingiz ketadi. Yo'q, ichmayman. Xo'p dedi, dorilaringizni olib kelib beraman. Lekin shifoxonaga nima yotmayapsiz? Shifoxonaga ham yotmayman. Muolajalarga ham juda ko'p pul ketadi. Yotganingdan keyin doktorlar ham bir dunyo dori yozib berishadi. Ularga ham pul kerak. Dadi. Axir bu dorilar siz sog'lig'ingiz uchun-ku. Qarang, muolaja olmaganingizga yo'talingiz kundan kunga kuchayib boryapti. Nima qilasiz o'zingizni qiynab? Hozir pulim yo'q o'g'lim. O'zing bilasan-ku. Qanday davolanaman? Onangdan pul so'raymanmi? Undan pul so'ragandan ko'ra davolanmaganim yaxshi. Dadi, nima unaqa deysiz? Axir oyim kasal bo'lib qolsalar, siz qarab o'tirmaysiz-ku, to'g'rimi? Tushunmayapman.
Nima oyim bunaqa qilyaptilar? Ana shuning uchun ham o'g'lim uylanayotganingda shu yaxshi esli hushli qizga uylangan. Yaxshi kuningda ham, yomon kuningda ham oldingda bo'lsin. Meni-ku peshonamga ana shunaqa ayol bitgan ekan. Boshimga ana shunaqa tashvishli kunlar tushganda asl yuzini ko'rsatdi. Bilib qo'y. Erini oyoq uchida ko'rsatadigan ayollar ana shunday ayollarning oxiri yaxshi bo'lmaydi. Aslo bo'lmaydi. Dada, men sizni bu ahvolda tashlab qo'ymayman. Mana ko'rasiz, davolataman. Hali ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Agar pul topsam davolanasizmi? O'g'lim. Qo'y meni qo'y. Choyingni ichgin. Ol. Bir gap bo'lar. Baraka top. Rahmat mana shu gaplaring uchun ham ming rahmat. Oling dada, siz ham choyingizni iching. Oling. Mayli. Sen ko'p kuyunaverma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ol. Choyingni ich o'g'lim. Alo? Ha, boryapman. Ha, keldimmi? Ha, voy. Yaxshiyam qo'ng'iroq qilganing. To'xta, do'konni kaliti xayolimdan ko'tarilibdi. Hozir. Ha, bo'pti, hozir yetib boraman. Qabul qilib turaver. Ha. Oyi, haligi Ne sumkani tutyapsan? Tinchlikmi? menga pul kerak edi. Nimaga pul kerak bolam? So'rasang beraman-ku. Nega senga pul kerak bo'ladi? Meni qo'rqityapsan. Sababini qo'ying. Pul berib turing, keyin ishlaganimdan keyin qaytarib beraman. Ha, bo'pti beraman. Faqat to'g'risini ayt. Nega kerak senga bolam? Ha? To'g'risini aytaymi? Ayt to'g'risini bolam. So'rasang hech qachon yo'q degan emasman-ku. To'g'risini aytsang beraman. Xo'sh. Dadamni davolatishga. Mana ahvol. Hali sen dadang uchun meni so'mkamga qo'lingni tiqib o'g'irlik qilishgacha bordingmi, a? Voy, o'g'irlikmi? Shu ahvolga tushdimmi, a? Shuncha boqqanim yetmagandek, hali o'g'irlik ham qildingmi, a? Yo'q, oyi. Hey! Oyi, qo'y. Menga qarang. Oyi. Hali sen o'g'irlikka, menga qarang, qayerdasiz, a? Oyi. Hali sen men sendan kutmagandim, lekin menga qarang dedim sizga. Mana do'stsiz. Mana ahvol. Hali dadangni deb o'g'irlikka ham qo'l urgin, a? Yo'q, oyi. Sizni-chi? O'zi bizga hech foyda istagadimi, a? Faqat zarar istagadi, xolos. Nima bo'ldi yana? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Mana ko'ring, mana shu o'g'lingizni. Sizni deb o'g'irlikka ham qo'l urdi. Unaqa emas, oyi. Qanaqa? Gapni gapirma. Men pul bermaganim uchun endi o'g'lingizni ishga soldingizmi, a? Nimalar deyapsan-a? O'zingdan o'zing. Qachongacha meni hisobimdan kun ko'rasiz? Nimalar deyapsan o'zingdan o'zing-a? Otang ikki dunyoda ham tuzalmaydi. O'pka saratoniga uchragan bu odam. Bekordan bekorga pul saplaganimiz qoladi. Unaqa demang. Bilib qo'ying, sizga bir tiyin ham pul saplamayman. O'zi shu uyda menga boqimanda bo'lib yashaganingiz mana shitimga keldi, lekin. O'rgildim sizdaqa erkakdan.
Siz meni urdingizmi? Voy boshim! Voy! Voy boshim! Hali siz menga qo'l ko'tardingizmi, a? Sizni boqqanimga rahmatingiz shumi hali? Shuncha boqqanim yetmaganday qarab turing, hammasi uchun javob berasiz. Olatangni. Hali qarab tur, hammasi uchun javob berasiz. Shunamiz. Shu qilgan ishing juda yaxshi bo'ldi-da. O'zingga o'zing tilab olding. Menga ko'targan qo'ling o'zingga qimmatga tushadi hali. Qani, kelinglar. Kelinglar, qani, kiringlar, mana. Tinchlikmi? Keling. Assalomu alaykum. Mana shu odam. Alisher Fayziyev siz bo'lasizmi? Ha, men. Ustingizdan shikoyat tushgan. Biz bilan ketishingizga to'g'ri keladi. Voy, tinchlikmi aka, nimalar deyapsizlar? Qanaqa shikoyat? Kim dadam ustilardan yozib berdi? Men yozib berdim dadangning ustidan. Men. Oyi, nima unaqa qilasiz? Nima dadam ustilardan shikoyat qildingiz? Ha? Kaltagini yeb indamay o'tirishim kerakmi? Ha? Urgani uchun javob bersin. Biz bilan ketishingizga to'g'ri keladi. Hozirda siz zo'ravonlikda ayblanyapsiz. Voy, to'xtab turinglar, shoshmanglar. Qanaqa zo'ravonlik? Oyi, arizangizni qaytarib oling, hali ham kech bo'lmasdan. Aralashma. Nimaga arizam qaytarib olaman? Kaltagini yeb og'zimda ochib turaverishim kerakmi? Meni urganda soppa-sog'di-yu, kasalga o'xshab yotishini qara. Olinglar. Voy, oyi, rahmingiz kelmayapti. Adamga nimalar qilyapsiz? Nimaga rahmim keladi? Menga kimni rahmi keladi, a? Ham erini boqib, ham kaltagini yeb yurishim kerakmi? Qilgan ishi uchun dadang javob bersin. Olib chiqinglar. O'g'lim. Kuyinma. Onangga kechagi ish bahona bo'pti-da. Ha, bahona bo'ladi-da. Urganingizda soppa sog'lomidingiz-ku? Endi kasal bo'lib qoldingizmi? Olib chiqinglar tez-tez. Nimaga aralashasan? Nimaga aralashasan? Menga rahming kelmaydimi? Ha? Mayli, oyi, keyin gaplasharmiz, xo'pmi? Dada, meni kechiring. Hammasi ham aybdorman. Mana deb o'sha joylarga borib keldingiz. Lekin oyimni munchalikka boradilar deb o'ylamagandim. O'g'lim. Sen ham ikki o't orasida qolib ketding. Har bir insonni taqdiri peshonasiga yozilgan bo'lar ekan. Meni ham peshonamga yozilgani shu ekan. Senday o'g'lim borligidan faxrlanaman. Agar menga biron narsa bo'ladigan bo'lsa, sen ko'p ham siqilmagin, xo'pmi? Voy, dada, nimalar deyapsiz? Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Nima bo'lganda ham men sendan roziman, o'g'lim. Unaqa gaplar gapirmang, iltimos. Meni qo'rqitmang. Onang meni qamatish uchun hamma narsa qiladi. Men bunga yo'l qo'ymayman, dada. Sen qo'y bu ishlarga aralashma. Voy, qarang, qo'shni shunaqa. Voy, menga qarang. Ona Mavlud opani o'g'li Rustammi? Ha, o'sha. Voy, tavba. Ichkilikka ruju qo'ydi-da mana. Qarang, tuppat o'zi binoyda aqlli, xushli bola edi-ku bu. Voy, otasini o'limidan keyin bola bechora shunaqa ahvolga tushdi-da. Voy, eshitmadingizmi? Voy, yo'q, Voy, eshitmadim. Mavluda bori xotini. Rosa o'tkir chiqdi.
rosa tuhmatlar qilib, sudda yuzlarini ko'kartirib, o'ynab, rosa sudyalarni ishontirib qamatib yubordi. Va alaykum Alaykum assalom. assalom. Rustamjon, yaxshimisiz? Voy shu. Shunaqa rollar o'ynab, qamatib yubordi erini. Qarang, ha Alisher akani yaxshi odam deyishardi-ku. Voy, Alisher aka rosa yaxshi odam edi. Juda ishlardilar. Uylariga mehribon edi. Keyin kasalga chalindilar. Yotib qoldilar. Voy, bechora. Ana shunaqa movlida boqiman desan deb shu ahvolga soldi-da. Qarang, tavba, shunaqa ham xotin bo'ladimi? Ha muncha qasdi bor ekanmi bu xotinni erida-ya? Tavba. Voy, bilasizmi, Alisher aka qamoqda rosa qarg'abdilar. Iloyim menga qilganlaring boshingga balo bo'lsin debdi. Voy tavba. Ha ikki o'rtada shu bola sho'rlikka qiyin bo'pti-da. Bir yoqda onasi, bir yoqda otasi. Uvol bolaga uvol bo'pti-da. Shunchalik ham yomon ayol bo'ladimi deng? O'shani Tavba, tavba, astag'firulloh degin keladi odamlar. oxiratini o'ylamaydi-da. Gapirmang. Oyi, Hozir. suv olib keling. Voy. Keldingmi? Oyi, meni kutib o'tirganmidingiz? Rustam, yana ichib keldingmi, bolam? Ha, ichdim. Nega telefoningni ko'tarmaysan? Boya telefon qilsam, qanaqadir bir ayol oldi. Nozlanib gapiradimi? Kimlarga ilakishib yuribsan, o'g'lim? Bu ayolmi? Guli oyi. Biz bir-birimizni sevamiz. Nima? Hali kuning shunaqa suyuq oyoqlarga qoldimi, a bolam? Nega unaqa qilasan, a? Nima darding bor seni ichadigan? Ayt. Oyi, sizga dardimni aytsam ham, siz baribir ham tushunmaysiz. Mani bitta tushunadigan odam hozir yeri tagida yotibdi, oyi. Men o'g'il bo'lib turib, dadamni saqlab qola olmadim. Rustam, bolam, sen nimalar deyapsan, o'g'lim? Axir dadang o'zini ajali bilan o'ldi. Dadang peshonasiga yozilgan umrni yashadi. Qo'lingdan nima ham kelardi, o'g'lim? To'g'ri. Meni qo'limdan nima ham kelardi. Lekin sizni qo'lingizdan ko'p narsa kelardi, oyi. Siz bemalol, begunoh odamni ham tuhmatlar bilan qamatib yubora olasiz. Yana shunaqa dalillar bilan ayblisiz. Ishonmagan odam ham ishonaveradi. Men esa dadam o'limlariga bir chekkada tomoshabin bo'lib qoldim. Bir umr vijdon azobida o'tsam kerak. Bo'ldi. Endi men bilan ishingiz bo'lmasin. Mana shu hayhotdek uyda bitta o'zingiz yashamoqchimidingiz? Bo'ldi. Bitta o'zingiz yashaysiz, oyi. Menga faqat pul kerak. Pul berib tursangiz bo'ldi. Sizni boshqa bezovta qilmayman. Meni qiynamagin, jon bola. Xudoyim nimalar qilib qo'ydi. Allo. Allo. Zulfiya, yaxshimisan? Mavluda, tinchmisan? Nima bo'ldi kech bo'lgan? Tinchlik dugonajon. Avvallari sen bilan har kuni har soatda gaplashib turardik. Ishdan bo'shading-ku, dugonangni unutib yubording-a? U ishlardan ortmayapman. Aybga buyurmaysan. Zulfiya, negadir hech ham uxlolmaydigan bo'lib qoldim. Kim bilandir gaplashgim keldi. Sendan boshqa kimim ham bor. Meni eslaganing uchun rahmat.
Ha, to'g'ri. Uying katta bo'lgani bilan bag'ring tor edi. Shu katta uyga eringni sig'dirmading-a. Mana shunday kap-katta hovlida bir o'zing yashab yuraverasan. Bilasanmi, sen bilan gaplashishim erimga yoqmayapti. Shunga keyingi safar qo'ng'iroq qilganingda ko'tarmasam hayron bo'lmagin. Chunki men turmush o'rtog'imni qadrlaydigan shunaqa insonman. Hamma mendan voz kechdi. Ahmoqman. Qani, ol bolam. Yaxshi yotib turdingmi? Ol oqa. Ol bolajon. O'zim o'rgilay seni. O'g'lim, bilaman. Meni yomon ko'rib qo'ygansan. Lekin iltimos qilaman sendan bolam. Avvalgi holingga qayt o'g'lim. Qanaqa mehrli, oqibatli o'g'lim bor edi. Meni yolg'izlatib qo'yma jon bolam. Ayollar aslida bu gapni umr yo'ldoshiga aytadi. Meni yolg'izlatib qo'ymay, birgalikda qo'sha qaraylik deb. Rustam, jon bolam. Bo'ldi. Qo'y endi shu gaplaringni. Bo'yimiz sensiz huvullab qolyapti. Hech bo'lmasa kechqurunlari uyga kel bolam. O'sha Guling bilan yashab yurganingni bilaman. Hammasiga o'sha ayol aybdor-a? Uni hech qanaqa aybi yo'q. Aybdor. O'zidan ancha kichkina yigitni boshini aylantirib uyiga olib kirib olgani uchun ham aybdor. Uni o'zim tanladim, oyi. Rustam, o'sha ayolni qo'y bolam. Men senga onasi o'pmagan qiz olib beraman. Uylanib, bola chaqali bo'lib, chiroyli oila qurishni xohlamaysanmi, o'g'lim? Hech narsa xohlamayman. O'sha siz aytayotgan xotinam xuddi o'zizga o'xshaydimi? Men ajalimdan 5 kun oldin o'lishni xohlamayman. Umuman gapirmang bu mavzu haqida. O'zi umuman gapirmang. Choyimni tinchgina ichib oling. Nega bu yerga keldik? Esingdami? Senga bitta jiddiy ish bor degandim. Xo'sh. O'sha jiddiy ish mana shu uyning ichida. Voy, dahshat-u. Bir biznesmen ayol bor. Xo'p, 3-4 ta kiyim do'konlari bor. Pul juda ko'p. Ba'zida o'ylab qolaman, bir kishiga shuncha pul ko'plik qilmasmikan deb. Bu menga qaraganda shuncha hashamatni ichida shu ayol yolg'iz yashaydimi? Yo'q. Bitta o'g'li bor. Pianista. Lekin u bizning rejamizga xalaqit bermaydi. Endi sen menga bir narsani ayt. Xo'p. Darvozani ko'rding. Xo'sh. Ocha olasanmi?
Ey Kamol. Mani qo'limga tushgan qulf o'zidan o'zi sharaq ochiladi, tushundingmi? Sharaq. Xullas. Shunaqa gaplaring ishtahani ochadi. Bo'lmasa bu ishni 1-2 kunda bitiramiz. Faqat 1-2 kun ko'p. ungacha o'rganadigan narsalarimiz bor. Pianista o'g'lini qachon uyga kelib, qachon ketishini bilishimiz kerak. Shundan keyin ishni bitiramiz. Qani ketdik unda. Oyi. 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 Voy. Nima qilib yotibsiz bu yoqda? Rustam, keldingmi bolam? Kech payt kelganman. Ha, shunaqa degin. Seni kutib uxlab qopman, kelganingni ham bilmabman. Jon bolam. Meni-chi, mana bu uy yutyapti. Har kuni har xil tushlar ko'ryapman. Qo'rqyapman. Hadeb meni yolg'iz tashlab ketma, bolam. Nimalar deyapsiz? Nimalardan qo'rqasiz? Osman ketishim kerak, og'aynilarni kutib turibdi. Yana ketasanmi? Undan ko'ra og'aynilaringni chaqir, bolam. Uyda qancha mashaqqat qilsalaring ham mayli. Faqat yonimda bo'l. Jon bolam. Menga rahming kelmaydimi? Meni yolg'iz tashlama. Oyi, dadamga rahm qilmagan kuningiz, men ham rahm shafqat nimaligini esdan chiqarganman. O'zingiz meni shunaqa tarbiya qilgansiz. Sizni-chi? O'zi bizga hech foyda istagadimi, a? Faqat zarar istagadi xolos. Nima bo'ldi yana? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Mana ko'ring, mana shu o'g'lingizni. Sizni deb o'g'illikka ham qo'l urdi. Unaqa emas, oyi. Qanaqa? Gapni gapirma. Men pul bermaganim uchun endi o'g'lingizni ishga soldingizmi, a? Nimalar deyapsan-a? Otang ikki dunyoda ham tuzalmaydi. O'pka saratoniga uchragan bu odam. Oy, Bekordan bekorga pul saplaganimiz qoladi. Unaqa demang. Alisher Fayziyev siz bo'lasizmi? Ha, men. Ustingizdan shikoyat tushgan. Biz bilan ketishingizga to'g'ri keladi. Kim dadam ustlardan yozib berdi? Men yozib berdim dadangning ustidan. Men Biz bilan ketishingizga to'g'ri keladi. Hozirda siz zo'ravonlikda ayblanyapsiz. Voy, oyi, rahmingiz kelmayapti. Adamga nimalar qilyapsiz? nimaga rahmim keladi? Menga kimni rahmi keladi, a? Ham erini boqib, ham kaltagini yeb yurishim kerakmi? Qilgan ishi uchun dadang javob bersin. Olib chiqinglar. Ey o'g'lim. Sen ham ikki o't orasida qolib ketding. Har bir insonni taqdiri peshonasiga yozilgan bo'lar ekan. Meni ham peshonamga yozilgani shu ekan. Senday o'g'lim borligidan faxrlanaman. Qo'ying bu gaplaringizni, men ketishim kerak. Bo'pti, yaxshi o'tiring. Chiqib qarama, sezib qolaman. Hozir ketadi. Ana, pianista o'g'lidan Bu haqiqiy lattavoch ekan bu.
Eshikni qara ochib ketganda. Endi sekin bildirmay uyga kirib olamiz. Lekin u ham vajohat ekan-a. Hali uyda ichini ko'rmading, ichini ko'rsang. Qani yur. Hech narsa yo'q-ku. Alo. Rustam? Qayerdasan bolam? Oyi, nimaga qo'ng'iroq qilaverasiz buncha? Toqqa ketolman deb aytdim-ku. Bolam, men qo'rqib ketyapman. Uyda kimdir yurganga o'xshaydi o'g'lim. Oyi, o'zingizdan to'qimang. Baribir uyga bormayman. Kelaqa bolam. Kelaqa. Rustam. Yo'q. Odam bor ekan. Senga xos. Uni bir yo'l qilamiz. Nima qilmoqchisan? Endi nima qilsa ekan bir yo'l qilishimiz kerak. Yur. Sen toming joydami? Nima qilmoqchisan? Uni tinchitamiz. Ya. Menga qara. Esing joyidami? Shu yergacha kelib shuncha pulni tashlab ketamizmi? Yur. Kimdir? Qo'y
Kim bo'ldi yana? Alo. Alo, assalomu alaykum. Men hudud noziri Mansurov bo'laman. Xo'sh. Farobiy ko'chasi 12-uyda yashovchi fuqaro Musayev Rustam siz bo'lasizmi? Ha, Hozir qayerdasiz? Tez uyga kela olasizmi? ichlayman, nima gap o'zi? Ha, xonadoningizda jinoyat sodir bo'lgan. Tushunmadim. Qanaqa jinoyat? O'g'rilik sodir bo'lgan. O'g'irlik? Oyim qayerdalar? Ularga hech narsa qilmadimi? Ming afsuski, fuqaro Jo'rayeva bu jinoyatga guvoh bo'lib qolgan. O'zingizni qo'lga oling. Onangiz endi oramizda yo'q.